San'at bu inson qalbini ezgulikka yetaklaydigan, millatning ma'naviy qiyofasini namoyon etadigan buyuk ne'matdir. Asrlar davomida xalqimiz qo'shiq va kuy orqali o'z dardini, quvonchini, orzu intilishlarini ifoda etib kelgan. Shuning uchun ham milliy san'atimiz xalq qalbining tirik sadosi, ma'naviyatimizning ajralmas bir qismi hisoblanadi. Ayniqsa xalq hofizlarining ijodi el dardi va xalq ruhini o'zida mujassam etgani bilan qadrlidir. Ular nafaqat qo'shiq kuylaydi, balki inson qalbiga nur, mehr va umid ulashadi. Chunki haqiqiy san'atkorning ovozi yurakdan chiqadi va yuraklarga yetib boradi. O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarov ham ana shunday betakror san'atkorlardan biri edi. Uning ovozida xalqqa xos samimiyat, milliy ruh hamda chuqur ma'no mujassam edi. Ustoz ijro etgan har bir tarona insonni o'yga to'ldirar, qalbning eng nozik torlarini chertardi. Shu bois uning qo'shiqlari yillar o'tsa-da, qadrini yo'qotmay, bugun ham muxlislar qalbida yangrab kelmoqda. Faxriddin Umarov san'atni oddiy kasb emas, xalqqa xizmat deb bilgan san'atkorlardan edi. Uning sahnadagi har bir chiqishi yuksak madaniyat, samimiyat va hurmat bilan yo'g'rilgan bo'lardi. U xalqona ijrolari, milliy kuylarga bo'lgan ehtiromi va yurakdan aytilgan taronalari bilan el mehrini qozongan. Ustoz nafaqat mohir hofiz, balki yosh iste'dodlarga yo'l ko'rsatgan ustoz sifatida ham ko'pchilikning hurmatiga sazovor bo'lgan. U kishidan saboq olgan shogirdlar bugun ustoz an'analarini munosib davom ettirib kelmoqda. Bu esa san'atning mangu ekanini, haqiqiy ijod hech qachon yo'qolmasligini anglatadi. Darhaqiqat, inson umri o'tar, ammo uning xalq uchun qilgan xizmati, yaxshi nomi va san'ati abadiy yashaydi. Ana shu yuksak ehtirom ramzi sifatida Qoramurt diyorida joylashgan madaniyat uyida O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarov xotirasiga bag'ishlangan xayriya konsert dasturi bo'lib o'tdi. Bugungi o'tayotgan tadbir bu albatta elni, xalqni ichida biz ko'p yuramiz. Xalq bilan birga ana shu uchrashuvlarimizda, mana yig'ilishlarimizda ko'p iltimoslar bo'ldi. Ana shu Qoramurt qishlog'iga bir yig'ilishga kelgan paytimda shu yerda bir nima qildiki, oqsoqollar, onaxonlar, mana shu biz mana shu san'atkorlarimizni, o'tgan san'atkorlarimizni bir nima qilsak, bu yerdan Qoramurt qishlog'idan Boboxon, Akmalxon, So'fxonovlarni yurti bo'ladi bu Qoramurt qishlog'i. Bu avliyo joylar. Qarangki, ana shunday ekan, bizni Qozog'istonimizdagi har bir qishloq, har bir joylar o'zini bir nimasi bilan eliga, yurtga ma'lum. Lekin mana shu Akmalxon, Boboxon, So'fxonovlarni mana shu yerdan chiqib, mana qarangki, qo'shni O'zbekistonga borib Sovet davrida ana shu yerlarda ijod qilib qolaversa, mana shu ustozimiz Faxriddin Umarovni birgalikda ijod qilgan ekan. Qarang, shuni ustozi bo'lgan ekan. Ana shunday bir yaxshi bir g'oyalar tug'ildiki, mana shu Akmalxon, Boboxon, So'fxonovlarni tug'ilib o'sgan joylarida mana shu elga, yurtga ozgina bo'lsa ham ana shu shogirdlarini, Faxriddin Umarovlarni 100 yillik arafasida bu yil Faxriddin Umarovni 1-sentyabrda 100 yillik yubiley to'ylari. Lekin Faxriddin Umarov o'tib ketdilar. Mana shu bizni Qozog'istonga, qolaversa Chimkentga, bu Turkistonlarga, Jambul viloyatlarga juda Faxriddin Umarov o'z davrida kelib, xalq bilan birgalikda mana shunday bir ajoyib bir san'at nimalarini namoyandalari bo'lib, shu yerda xizmat qilgan ekan elga. Ana bu kishini shogirdlari bizni bugungi kunda Qozog'istonda juda ham ko'p. Har bir qishloqda u kishini o'zbek lirika san'ati bilan qo'shiq kuylaydigan mana shu hofizlar
ana shu kishilar elga yurtga xizmat qilib kelmoqda bugungi kunda ham. Mana bugun bu yerga Qoramurt qishlog'idagi bo'ladigan mana konsert programmalarda mana Kentov shahridan Qarnoq qishlog'i. Ana shu yerdan Rasul akalarimiz kelib o'tiribdilar. To'lebi tumanidan Qosim akalarimiz kelib o'tiribdilar. Fag'rin aka bilan birga ancha birga yurganlar, birga shu kishini doimo saboqlarini olganlar. Ana qolaversa bizni Qorabuloq qishlog'idan To'raxon aka ular kelib o'tiribdilar. Mana aytmoqchi bo'lganim, mana Hamroq aka, Davronbekovlar kelib bular nima qilgan, birga yurib, birga turganlar. Endi mana Sayram qishlog'idan Tolib aka, Niyoz Hojiyev akalarimiz. Bu sanaversangiz hamma qishloqlarda u kishini boyagi yuqori bo'g'in san'atkorlari deymiz-ku. Endi hozir yoshlar ko'payib ketdi, lekin ana yuqori bo'g'in san'atkorlari elga yurtga xizmat qilyapti. Ko'pchiligi mana oshlarda, to'ylarda yoki bo'lmasa bir nimalar, lekin konsert programmalar bugungi kunda juda kamayib ketdi. Sababi konsert programmalarda hozir ko'proq yoshlar nima qilinyapti. Bugungi bo'ladigan bu yerda konsert programmada shunday bir niyat qildikki, jonli ijro. Mana shu o'zbek lirika san'atini asoschisi Fag'rin Umarovni yubileylariga mana shu bizni Qozog'istonda ko'p xizmat qilgan, o'zi xayriya konsertlarini o'tkazib bergan. Men Qorabuloq qishlog'ida 2003-yili 5-mayda xayriya konsertiga Hojiakbar akalar bilan kelib, o'zini yonida shogirdlari bilan kelib 2,5 soatdan ortiq qo'shiq aytib nima qilib bergan. Xayriya konsertlarini o'zi o'tkazib berardi. Men aytmoqchi bo'lganim, ana shu kishilarni bosib o'tgan yo'llari, shu kishilarni ijodini davomiy bir nima qilish, rivojlantirish maqsadida mana shu Qoramurt qishlog'ini xalqi mendan iltimos qildi. Mana shu Fag'rin akaning shogirdlarini olib kelib, bir qo'shiqlari eshitsak, shu kishini kuylagan nimalarini nima qilsak degan bir fikrlar bo'lgandan keyin shu g'oyamizni bir amalga oshiraylik. Sababi elimizda mana kuni kechagina o'zlaringiz yaxshi bilasizlar, mana Turkiston viloyatimizda, Turkistonda juda ham ajoyib bir Turkiy davlatlarini mana boshliqlari shu yerga kelib, mana shu yerlarda juda ham bir yaxshi g'oyalarni birgalikda ishlash masalalari to'g'risida ko'p narsalarga kelishib oldilar. Bugungi kunda O'zbekistonda ham, Qozog'istonda ham O'zbekiston Qozog'istonning hamkorligi kundan kun rivojlanib bormoqda. Aloqalar hammalari bu madaniyatdan boshlanadi. Ana shunday ekan, biz madaniyatimizni tiklab, madaniyatimiz bilan birgalikda hamkorlik qiladigan bo'lsak, bu albatta o'z natijasini beradi deb o'ylayman. Mana qarangki, buyuk qozoq oqini, hofizi Oltinbek Qo'razboyev og'amiz mana onasi bor odamlar hech qachon qartaymaydi degan qo'shiqlarni kuylab o'tgan. Ana shunday qo'shiqlarni Fag'rin aka Umarov onam derman, qarang. O'chib o'tgan qaldirg'och vatanim yoki bo'lmasa yana boshqa umr o'tmoqdadir. Ana shunga o'xshagan juda ham ko'p qo'shiqlarni o'zi yozib, o'zi kuylab mana shu xalqqa o'zini borini berib ketdilar. Men aytmoqchimanki, ilohim u kishilarni o'tganlarning ruhlari shod bo'lsin. Ilohim elimiz, yurtimiz mana shunday bir tinchlik bo'lsin. Mana shu prezidentlarimizning olib borayotgan siyosatlarini biz hamisha qo'llab, el bo'lib, xalq bo'lib, elga, yurtga xizmat qilsak, men o'ylayman, bu albatta o'z natijasini beradi kelajakda ham. Shunday ekan, bugungi katta bayram mana shu birinchi san'a bu Qoramurt qishlog'idan Akmalxon Boboxon Subxonlar yurtidan boshlanyapti desak, mubolag'a bo'lmaydi albatta. Madaniyat uyiga yig'ilgan muxlislar chehrasida o'zgacha hayajon sezilib turdi. Chunki bugun ular nafaqat konsert tomosha qilish, balki sevimli san'atkor xotirasini yod etish uchun jam bo'lishgan edi. Keksa muxlislar ustoz ijodi bilan bog'liq xotiralarni eslashar ekan. Yoshlar esa milliy san'atimizning haqiqiy maktabini yana bir bor his qilishdi. Bormikan onaning aziz shirinsiz, u bir quyosh bo'lsa, farzand bir yulduz. U bir quyosh bo'lsa, farzand bir yulduz. Qanday burchini tamom, qanday
mana bugun qishlog'imizda Faxriddin Umarov tavalludining 100 yiliga bag'ishlangan xayriya konserti bo'lib o'tmoqda. Bu konsertni uyushtirganlarga ulkan rahmatimizni aytamiz qishloq ahli nomidan, chunki Faxriddin Umarovning muxlislari juda ham ko'p, o'ta taniqli hofiz. Shunga biz bugun mana shu shogirdlar tomonidan uyushtirilgan konsertga tashrif buyurdik. Men Jamolova Mahfuza Toshkent shahrida yashayman. Bu Qoramut qishlog'i meni ona qishlog'im. Shu yerda o'sib, katta bo'lib, maktablarni shu yerda tamomlaganmiz. Men qishlog'imdagi mana singlim orqali Faxriddin Umarovni buyuk sozanda, buyuk hofiz bo'lgan o'shalarning xayriya konsertini eshitib keldim. Konsert juda ham zavqli, juda ham ko'p mazmunli holatda o'tdi. Bunga ko'p ham qishloqlarimiz keldi. Anchimdan beri ko'rmay yurgan ham qishloqlarimiz ko'rib diydorlashdik. Mana konsert tamom bo'ldi. Juda ham hamma xursand. Ko'p sermazmun fikrlar olib, yaxshi o'tirib qaytdik. Rahmat. Tadbir davomida ustozning shogirdlari va diyorimiz san'atkorlari jonli ijrolari bilan qatnashdilar. Har bir qo'shiqda ustozga bo'lgan mehr, hurmat va sog'inch yaqqol sezilib turdi. Milliy kuylar, yurakdan aytilgan taronalar va sahnadagi samimiyat kechaga yanada o'zgacha fayz bag'ishladi. Konsertda jamoat arboblari va san'at ahli ishtirok etdi. Ustoz san'atkor haqida so'z ketganda, avvalo uning insonparvarligi va kamtarligi tilga olinadi. Chunki haqiqiy san'atkor nafaqat ovozi, balki qalbi bilan ham xalq mehrini qozonadi. Mana bugungi shu tashkil qilinayotgan Faxriddin Umarovni 100 yillik xotira tadbiriga niyat qilib keldimki, chunki Faxriddin Umarov juda bir zo'r san'atkor bo'lgan. Lirik sozanda, lirik xonanda bo'lganlar. Chunki lirikani Faxriddin aka O'zbekistonga Faxriddin aka olib keldilar. Lirika shunday narsaki, bu ovozni qiynamasdan bir chiroyli qilib aytishga, chunki eshitayotgan odamlar ham dilida birga kuylab turadi. Shu kuylayotganda qiynalmasdan kuylaydi. Faxriddin aka o'zlari bir chiroyli odam edilar. Kulib turib ta'ashula aytardilar. Undan tashqari ovozlari ham juda nimaga yoqimli, odamning nimasiga yoqimli, quloqiga yoqimli ovoz ediki, lirikani juda bir yaxshi tomonga olib borganlar. Mana ularni yo'lidan yurib, mana ko'p yoshlar shu Faxriddin akaga ergashib, Faxriddin akamizni yo'llarini soz chalib, ashula aytib yurildi. Mana shu Faxriddin akamiz 52-53 yillarda bizani bobomizga, dodalarimizga Boboxon, Akmalxon, Subxonovlarga kelib shogird bo'lib tushganlar. Shogird bo'lib tushib, bular bilan birga 54-yili Mubtalo bo'ldim senga degan ashulani birga aytishgan. Undan keyin bular Faxriddin akamni yaxshi yo'lga yo'llab, undan keyin mana shu Sabo etsang, Jamoling degan ashulalarni nima qilib, bir 10 ga yaqin ashulalarni nima ishlab berib, undan keyin Faxriddin aka o'zlari yo'lini olib ketganlar. Faxriddin aka o'z yo'lida bizga ustozlik qilganlar. O'zlari bizdan nima olgan bo'lsalar, bizning xonadonimizdan san'at o'rgangan bo'lsalar, endi biza borib ulardan san'at o'rgandik. Faxriddin akam shunaqangi bir yaxshi ustoz edilarki, shu shogirdlarni shu nimasi bilan ruhini ko'tarib turardilar. Aytgan ashulang juda yaxshi chiqyapti. Chalishlaring ham yaxshi deb mana shunga yo'l ochib berardilar. Hech bunaqa kamchiliklarni nima aytmas edilar. Mana bunday etsang yaxshi bo'ladi deb qo'yardilar, lekin kamchiliklarni aytmas edilar. Nuqul haligi nimasi o'sha ruhiyatini ko'tarardilar shogirdlarni. Faxriddin akam to'g'risida endi juda ko'p gapirsak bo'ladi. U hali nima deydi? Bu bir ikki og'iz gap bilan nima qiladigan gap emas Faxriddin Umarovni. Chunki u zot shunaqangi bir san'atimizga san'at olib kirdilarki, hattoki mana
umrlarini oxirigacha shu qo'llaridan sochishmadi. Masalan, o'sha 82 yoshga qadam qo'yganlaridan keyin ularga sozni to'xtatdilar. Mana endi shu nima deydi? Faxriddin aka timsolida juda ko'p mana san'atkorlar shu yo'ldan nima qilib o'zini yo'lini topib oldi. Konsert davomida yangragan har bir tarona tomoshabinlarni o'tmishning shirin xotiralari sari yetakladi. Ayrim muxlislar ustoz ijrosidagi qo'shiqlar bilan o'tgan yoshlik damlarini eslashgan bo'lsa, boshqalar bugun yana bir bor milliy san'atimizning nechog'lik boy ekanini his etishdi. Ustozdan qolgan eng katta meros bu san'atga bo'lgan muhabbat va sadoqatdir. Chunki haqiqiy ustoz nafaqat qo'shiq o'rgatadi, balki inson qalbiga ma'naviyat va ezgulik urug'ini ham qadaydi. O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarovning nomi nafaqat O'zbekistonda, balki Qozog'istonda ham juda ham taniqli, mashhur desak bo'ladi. Bu san'atkorni Markaziy Osiyoda tanimagan odam yo'q. O'zining davrida butun mana shu Markaziy Osiyo davlatlariga taniqli bo'lgan inson, uni qo'shiqlari bilan ko'p avlodlar tarbiyalandi, voyaga yetdi. Bugungi kunda ham mana bu yil 100 yilligi nishonlanmoqda. Shu jumladan Qozog'istonda ham biroz tadbirlar rejalashtirilgan. Bugun Qaramurtda o'tayotgan mana shu xotira konserti Faxriddin Umarov 100 yilligiga bag'ishlangan. Bu yerda Faxriddin Umarovni qozog'istonlik mana shu bizning viloyatimizdagi mana qarnoqlik san'atkorlar ishtirok etib o'tiribdi. To'labiydan kelgan san'atkorlar, Sayramdan kelgan san'atkorlar ishtirok etib o'tirishibdi. Maqsad mana shu ulug' hofizimizni bir xotirlab, mana shu san'atni, uning qo'shiqlarini sog'inib qolgan mana shu qaramurtliklarga inom etish edi. Mana shu tadbirning tashkilotchilariga, qatnashayotgan san'atkorlarga o'zimizning minnatdorchiligini bildiramiz. Men o'ylayman, xudo xolasa mana shunday konsertlar boshqa joylarda ham o'tadi va biz san'atkorimizga bo'lgan hurmatimizni, e'tiborimizni mana shunday konsertlar orqali bildiramiz. Bugungi konsertning yana bir ahamiyatli jihati barcha qo'shiqlar jonli ijroda yangraganida bo'ldi. Bu esa kechaga haqiqiy san'at muhitini baxsh etdi. Milliy sozlar sadosi, yurakdan kuylangan taronalar va sahnadagi samimiyat barchada unutilmas taassurot qoldirdi. E'tiborlisi, tadbirga turli avlod vakillari tashrif buyurdi. Bu esa ustoz ijodining umrboqiy ekanini yana bir bor isbotladi. Chunki haqiqiy san'at vaqt tanlamaydi. Avlodlarni birlashtiradi va qalblarni yaqinlashtiradi. Bunday ma'naviy kechalar nafaqat ustoz xotirasini yod etish, balki milliy san'atimizni asrab avaylash hamda kelajak avlodga yetkazishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Darhaqiqat, millatning boyligi uning ma'naviyati, madaniyati va san'atida namoyon bo'ladi. Xalq dardini, orzu intilishlarini va mehrini kuylagan san'atkorlar esa hech qachon unutilmaydi. Ularning ovozi yillar o'tsa-da xalq qalbida yangrayveradi. Qoramurt diyorida bo'lib o'tgan mazkur tadbir barcha ishtirokchilar qalbida iliq taassurot qoldirdi. O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarov xotirasiga bag'ishlangan bu ma'naviy kecha yana bir bor san'atning buyuk kuch ekanini namoyon qildi. Qo'llarim tut, meni tashmay yo'llarimdan,
Qonchalar tog' ko'ksingga mung'aymagin o'ksima dardlaring bo'lsin ado qizg'aldog'im qizg'aldoq qonchalar tog' ko'ksingga mung'aymagin o'ksima dardlaring bo'lsin ado qizg'aldoq ifodingni taratding qizg'aldog'im qizg'aldoq o'zingayam qarading qizg'aldog'im qizg'aldoq nazar solmadi ko'ngilda ming bir so'roq qizg'aldog'im qizg'aldoq gulbarglaring qolmadi hech kim nazar solmadi ko'ngilda ming bir so'roq qizg'aldog'im qizg'aldoq Lola, to'xta. Senga nima bo'lyapti? Seni xafa qildimmi? Yoki qanaqadir aybim bormi? Sizda hech qanaqa ayb yo'q. Hamma ayb menda. Tushunmadim. Doktorlarning aytishi bo'yicha davolab bo'lmas kasallikka chalinganman. Yashab ketishimga hech qanday umid yo'q. Biz hech qanaqasiga birga bo'la olmaymiz, to'g'ri tushuning. Boshqa ortimdan yurmang. Qizg'aldog'im qizg'aldoq o'zingayam qarading qizg'aldog'im qizg'aldoq ifodingni taratding qizg'aldog'im qizg'aldoq o'zingayam qarading
Agar ikki qalb bir-biriga chin ma'noda oshiq bo'lsa, Tangri ularni birlashtirish uchun butun taqdirlarni o'zgartirib yuboradi.